Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdulhakim Boqiy Iltabir akamiz yozgan Rabia onamizning hayot kechirmishlari, kutilgan o'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni boshladik. Muqaddima 2005-yili 3-oyning 17-kuni tush mezgili Urumchi. Dang dang dang. Tuyuqsiz qattiq urilgan turma eshiginin ovozi ko'zni yerim yumib ichida duo qilayotgan Robiya Qodirni bekla cho'chitibdi. U beshini ko'tarib karvetidan qo'pqicha kamerning eshigi sharaqlab ichilib uchisiga qapqara kostyum burilka kiygan bir to'p kishini boshlab kamerga kirgan Gundupay xotin vaqirdi. Mahkub Robiya, narsa keraklaring tez yig'ishtirib biz bilan mang. Robiya acha, aman bo'ling. Allohga omonat Robiya xonim. Mahbus ayollar vaqirishadi. Uzun yil yotgan mahbuslar tulumu sagak keladi. Ular bir ishning shapsini to'ygandek yoki xaloyiq guvoh bo'linglar, Robiya Qodirni apkityotidi demoqchi bo'lgandek tomoqdan keyin kamerlarda yotganlarning hammasini hushyor bo'lishga chaqirdi. Turmada berilgan buyruq shartsiz va tez bejo keltirilishi kerak. Bo'lmasa jinoyatchining ishi chatoq. Robiya Qodir kiyim-kechaklarini tez yig'ishtirayotganda qarab turgan qora kiyimli kishilarning birining pichirlashidan keyin Gundupay xotin yana vaqirdi. Mahkum Robiya, bo'ldi qil, tez bo'l. O'zing bu yoqqa chiq. So'roqchilarning va Gundupaylarning kech-kunduz demay so'roqqa yoki ichib pushib qolsa, mazoq qilib gap so'rashqa, haydab chiqishlariga ko'nib qolgan Robiya kamerdan chiqib atrofga qarab hayron qoldi. Qolgan hamma kamerlarning oldida puxroch kiyingan soqchilar surlik qarab turadi. Robiyaning kaynidan iz bisib agishib kelayotgan qora kiyimlik, beslik, yishcho'ng soqchilar bo'lsa, turqidan Beyjingdan kelgandek qiladi. Ular to'limu qo'rqinchli edi. Turma ishxonasi oldida bo'lsa, texim ko'p soqchilar turishadi. Robiyani turma ishxonasiga boshlab kirgan Gundupay o'ra turgan egiz bo'yliq yashangan, puxroch kiyingan soqchining ishoratidan keyin chiqib ketdi. Robiya Qodir, kiyimlaring silib tez yo'tkib ol. Biz sana yangi kiyim ilib keldik, yo'lga chiqimiz. Dedi chiroyidan amaldor ishkanligi chiqib turgan hiliqi egiz bo'yliq, qo'pol, ammo yumshoqroq talaffuzda. Robiya Qodir 6 yildan buyon atilayotgan ismining oldidagi mahkum degan so'zning tushib qolganligiga alohida diqqat qildi-da, deriza tarafdagi ishkopning keyniga o'tib, uchisidagi oldi keyniga jinoyatchi degan xitoycha xat yozilgan kiyimini silib, ular bergan qora ko'k chapon bilan shimni kiyib oldi. U o'rnidan turib, beshini ko'taribla sirtqa qarab cho'chib ketdi. Turma atrofi hisobsiz soqchilar bilan to'shib ketgan edi. 10 necha soqchi avtomobili o'tinimi uchirmay jiddiy holatda tayyor turadi. "Ilib menginglar, tez bo'linglar!" Kimdir biri buyruq talaffuzda so'zildi. Ikki soqchi Robiyaning yeniga keldida uning qo'liga taqoq soldi va bilikidan tutib sirtqa ilib mangdi. Robiya nega ketayotganligini, nima uchun uni yolg'iz ilib manganligini bilolmadi. U faqat tuyuqsiz o'limga buyurilgan jinoyatchilarningla shundoq jiddiy bir shaklda ilib ketilganligini biladi. U turma qo'rg'osiga chiqqanda soqchi avtomobilga chiqarildi. Atrofida qurolliq soqchilar o'ltirishdi. Oldidagi soqchi avtomobili ansiz chiyqirab belgi berdi. Qolgan avtomobillar tangla qo'zg'aldi. Turma darvozasi oldiga kelganda boshliq suhbat birining bo'm ovozda: "Hozirdan boshlab turmadan har qanday kishining taloga chiqishiga, telefonda aloqa qilishiga ruxsat yo'q. Maxfiyatlik oshkorlanib qolsa, sizlar ikkinglar javobgar bo'lasizlar. Qo'lingizdagi markazning yo'l yo'riqida bu narsalar aniq yozilgan" degan ovoz anglandi. "Xo'p rahbar, buyruq ijro qilindi. Hammaga kapolatlik qilamiz. Xotirjam bo'ling" deb javob berdi turma boshlig'i. Robiya bu so'zlardan o'zining turmadagi mahbuslardanla emas, balki soqchi Gundupaylardanmi maxfiy holda bir yerga ilib ketilayotganligini jazm qildi. Turma eshigi oldida soqchilar uning qo'lidagi taqoqni ilib qoldi. Yuzlarcha soqchi avtomobillarda qatorlashib yo'lga chiqdi. Nalardindur g'oqrab yetib kelgan tik uchar aeroplan ularni kuzatib osmonda tang mangdi. Alahazal yarim soatlardan keyin avtomobillar to'xtadi. Soqchilar Robiyani yerga tushirib haydab ilib mangdi. Robiya atrofiga nazar tashlab texmi qo'rqib ketdi.
Bu joy Urumchi aerodromi edi. Hamma yerni surlik jimjitlik bosgan. Soqchilar atrofni qo'rshab turardi. Ular Robiyani kutib olish binosidagi hayvatlik bezalgan bir mehmonxonaga boshlab kirdi. Mehmonxonada 10 necha nafar Xitoy amaldorlari o'ra turishadi. Robiya sapsilib qarab ularning birarsining o'zi tunuydigan yerlik amaldorlar emasligini his qildi. Qapoqlari turilgan bu amaldor Xitoylar Robiyaga xuddi qo'l ostidagi kotiblarga qaragandek diqqat bilan qarashga boshladi. Mushu jeynakdek Uyg'ur xotini ha? Debatdi oradan biri tishlarini g'uchurlatib. Orqadınla ularning hammasi kaynib turgan 60 yoshlardagi bir amaldorga itoatmanlarcha talmurib qarab turishdi. Kafi rangli ko'zoynak taqib olgan bu amaldor ko'zini yumib olib, qo'ldagi tamakisini zarda bilan sho'ravatdi. Turqidan nihoyatimi cho'ng amaldordek ko'rinib turgan bu kishi qo'lidagi tamakisini yerga tashlab putining uchida mijib dasivatida asta mingib Robiya Qodirning yoniga keldi. Jinoyatingning qanchalik og'irlab ketganligini bilamsan? Eringning Jungoga to'lab tugatkusiz ziyon solganligini bilamsan? Xap. Sening bundaq cho'ng bala terib berdig'ingni bilgan bo'lsaq. Hey, markazning buyruqi. Bosh oyoqi yo'q taputanlardan Robiya hech nimani tushunmadi. Xitoy boshliq qo'lini shiltib, "Ap chiqinglar" degan ishoratni qildi-da, yana tamakisini tutashtirishga boshladi. Soqchilar Robiyani yon tarafdagi kichkina ishxona uyga boshlab kirdi. Ikki ayol soqchi uning sochlarini, kiyimlarini tuzashtirishga boshladi. Ular hatto sumkalaridan girim qutilarini chiqarib, Robiyaning yuzlariga upa angliklarni surib qo'yishdi. "Chapsan, vaqt to'shdi, menglar!" Tashqaridan buyruq ovoz anglandi. Har kuni kecha-kunduz minglagan yo'lovchilar u yoq bu yoqqa mingib turgan Urumchi xalqaro aerodromi bugun jimjit. Bir odam ko'rinmaydi. Uçuş ve qo'nishlarning hammasi bekor qilinganligi, qurolliq harbiy va soqchilarning ko'pligidan jiddiy bir harbiy holat yurgizilganligi aniq bilinib turadi. Soqchilar Robiyani maxsus tayyorlangan aeroplanga elib chiqdi. Uning to'rt atrofida 20-30 dak qurolliq soqchi uni qorshab o'tirishdi. Atrofdagi soqchilar Robiya aeroplan osmonga ko'tarilganda uchib ketadigandak ansiz holda uning har bir harakatiga sapsilib qarab turadi. Atrof jimjit. Soqchilar surlik edi. Aeroplan qo'zg'aldi va asta ko'tarilib uchishga boshladi. Lekin nega ketayotganligi Robiyaga noma'lum edi. Robiya Qodirni maxsus buyruq bilan elib mangan aeroplan 3 soatdan ortiq uchgandan keyin asta pastlab Beijing aerodromiga qo'ndi. Robiya Qodir aeroplan qo'zg'alib toki qo'ng'icha bo'lgan orliqda dakki-dukka va o'xshamagan taxminiy farazlar ichida bosh oxiri yo'q xiyollarga g'arq bo'ldi. Bir insonga tikilib qarashqa, kulimsirab salomlashishqa va paranglashishqa ruxsat qilinmaydigan Urumchi, Liudavan, Bajaxo turmalarida 5 yil, 7 oy, 6 kun yetib, inson muomalasidan mahrum bo'lgan Robiya texi 3 kun ilgari turma ishxonasida Urumchidagi bolalari bilan ko'rishgan edi. Shu kuni soqchilar uningga xitoycha bo'lsa so'zlashga, bolalarining sovg'atlarini ilishga ruxsat qilgan. Hatto bolalariga issiq choy quyib bergan edi. Bugun yangi kiyimlarni kiygizdi. Mana endi Beijing kelib keldi. Voy xudoyim, erim Sidiq hoji bilan Washingtonda 5 bolam bilan didorlashdigan o'xshamamdiman. Ah xudo, sana shukr qildim. Faryodimiz yetgan o'xshaydi. Robiya shularni xiyol qilib, boshqadan ruhlanishga boshladi. U aeroplan shotisidan tushganda atrofidagi soqchi avtomobillari bilan qorshab turgan qurolliq askar soqchilarni ko'rib, tuyuqsiz yana huduqdi. Robiya bilan billa kelgan Xitoy amaldor pastga tushib, oldiga chiqqan Xitoy amaldorlari bilan jiddiy va so'g'uq kayfiyatda salomlashgandan keyin Robiyani soqchi avtomobilga silib, chetdagi bir binoga ilib keldi. Robiyani boshlab maxsus tayyorlangan keng egiz ishxonaga kirgan soqchilar yana bir boshliqning oldiga kelib Robiyani to'xtatdi. Bu yerdagilar Robiyani boshqacha soxta va sun'iy bir xo'shal kayfiyatda kutib oldi. Uni kirosloda o'tirishga taklif qildi. Uningga xushpuroqlik qiziqchoy tutdi. O'zining diplomatiya ministrligidan kelganligini bildirgan bir nafar salobatlik amaldor Robiyaga oldirmay so'zib so'zlashga boshladi. Biz bugun seni Amerikaga o'tkazib berishga majbur bo'ldik. Sen jinoyat o'tkazgan, qonun bo'yicha jazolangan. Bultur jazoni 1 yil qisqartgan edik. Bu yil sirtda 18 oy muddat ichida davolanishingga ruxsat qildik.
Türmede yatqan vaqtыңda seni urmuduq, tilimiduq, xo'rlamaduq. Amerikaga borganda rost gap qilishingni umid qilamiz. Bu yerda yana 5 balan qoldi. Şirketingda million yuanlik sarmoyang qoldi. Sen tijoratchi, pul tepishga mohir. Amerikaga borgandan keyin pul topaman, tijorat qilaman desang, milliardlab pul tepishingga yordamlashimiz. Lekin erangni do'rab bo'lgunchilik ishlariga aralashsang, oqibatingni obdan o'ylab qo'ygin. Bu bizning sanga deydigan oxirgi so'zimiz. Nihoyat oz vaqting qoldi. Men sening aniq ifodangni olmoqchiman. Javob bergin. Amaldor yana so'radi. Robiya Qodir cho'nqur hayajon va tasodifiy huduqish ichida nima deyishni bilmay turibli qoldi. Mening asiyadim joyida emas, kongraplik qilyapman, dedi Robiya asta ammo temkin ovozda. Hozir hech nimani tushunmadim. Bakli huduqib qoldim. Sizlarga o'ylabroq kerak javob beray qandoq? Robiya javob berishdan o'zini qochirdi. Shu paytda mehmonxona uyining qo'sh qanotli cho'ng eshigidan bir nafar Amerika diplomati yana bir nafar doktor ayol bilan billa kirib keldi. Ular to'limu mag'rur ham g'olib ko'rinadi. Xitoy amaldorlari nima uchundir o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Amerika diplomati Robiya Qodirga qarab udul qadam tashlab kelmoqda. Robiya hayajon ilkida titrab turib o'rnidan turdi va ularga qarab intilib mingishga tamshaldi. Men Amerikaning diplomati. Bu xonim bizning doktorimiz. Robiya xonim, men sizni tabriklayman. Siz erkinlikka erishdingiz. Sizni bugunla Amerikaga elib ketimiz. Hozir ruxsat qilsangiz doktorimiz salomatligingizni tekshirdi. Diplomat g'ulichini kerib Robiya Qodirning oldiga keldi. Robiya hayajon ichida ko'zlariga issiq yosh oldi. Bir sekund ichida o'zgarayotgan insoniy qimmatining turtkisida Amerika diplomatiga qarab o'zini otdi. Rahmat sizlarga Amerika. Rahmat sizlarga Amerika xalqi. Rahmat sizlarga inson huquqini himoya qilguvchi dunyo xalqi. Robiya unsilib yig'lab ketdi. Amerikalik doktor xonim Robiyaning yurak harakatini, nafas yo'llarini hamda bosh qismi 5 a'zosini inchikilab kuzatib tekshirib chiqdi. Qapoqlarini turib turgan Xitoy diplomatlari va soqchilari Robiya Qodir bilan urug' tuqqanlardek quchoqlashib, ko'rishib, ko'z yoshlarini tutolmay yig'layotgan Amerika diplomatini ko'rib, asta-asta boshlarini sangiltishdi. "To'xtang, apandim", dedi bir Xitoy amaldori bu qizg'in kayfiyatni buzib. "Robiyani sizlarga o'tkazib berdigan vaqt texi to'shmidi. Sizlar yana 15 minut saqlashinglar kerak." Xitoy amaldori Robiyaning bilikidan tortib, uni Xitoy soqchilarining to'pi ichiga akirib ketmoqchi bo'ldi. Ular shunday qilib bir o'sal holatdan qutulmoqchi bo'lganda qiladi. Amerika diplomati har qancha so'zlasimi oqmidi. "Kechiring, Robiya xonim. Sizni yana 15 minut malol qilib qo'ydigan bo'ldik. 5 yildan ortiq kutdingiz. Endi oz ta'xir qiling. Bulardan biraqli qutulasiz", dedi yosh diplomat ravon Xitoy tilida. U Robiyani talishib tortib turgan qo'lini qo'yib etib, Xitoy amaldorlariga masxara aralash kulkisi bilan qarab qo'yib kayniga dojidi. Bu chaqda Robiya Xitoy diplomatlariga qarab, "Yenimda ko'proq Xitoy puli bor. Amerika dollariga almashtirib bergan bo'lsanglar, aerodromda ro'moldek bir narsa ilib olgan bo'lsam", dedi. "Yo'q bo'lmaydi, bizning korimiz yo'q", deb vaqirdi xilila cho'ng mansabdagi bir Xitoy amaldor qo'pollik bilan rad qilib. Bu so'zni anglagan Amerikalik yosh diplomat darhol yanchuqiga qo'lini silib, bir tutam Amerika dollarini chiqarib, Xitoy amaldorlarining oldida Robiyaga tanladi. "Xonim, buni yiling. Xohlagancha shilting. Bu shaxsiy pulim." U pulini berib sirtqa chiqib ketdi. Robiya xijolat aralash ko'ziga yosh oldi, hamda rad qilgan Xitoy amaldoriga cho'nqur uf tortib bir qarab qo'ydi. 15 minut vaqt. Atrof jimjit. Xitoy amaldorlari bu 15 minutni g'animat bilib Robiyaga so'zlamoqda. "Jungo qudratlik, chuqum hisob olamiz. Bo'lgunchilar, terrorchilar, yavash bo'l. Turmada bergan va'dangni unutma. Bo'lmasa bolalaring, sarmoyang." Xitoylarning gaplari Robiyaning quloqiga kiribmi qo'ymaydi. U faqat 15 minutning tezroq to'shishini o'ylaydi. Uni turib qo'rqinish bosadi. Bular yenib olsa ha. Robiya Qodirga 15 minut 15 yildek uzun tuyulib ketdi. Uning yuragi normal so'qish ritmini yo'qotgan edi.
U har qitimliq yurak so'qishini xuddi Greenwich tam soatining jaranglagan qo'ng'iroq ovozidek uchuq his qilishga boshladi. 3 minut qoldi. Asta pichirildi orqadagi bir Xitoy. Ular Robiya Qodirni sirtqa ilib chiqib, avtomobilga o'ltirg'izdi. Hamda qatma-qat askarlar qorshab turgan Amerika aeroplanining palampiyi yinida kutib turgan Amerika diplomatlarining oldiga akilib, ularga topshirib berdi. Amerikaning Xitoydagi bosh elchisi o'zini tunishtirib bo'lib, Robiya bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ular Robiyani oraga ilib, qo'llaridan, bilaklaridan tutqunicha avaylab aeroplan palampiyiga qadam tashladi. Arkasından tang chiqqan Xitoy soqchilari rasmiyatlarni bejirib, imzo atqizib pastga tushib ketdi. Aradan uzun o'tmasdan Robiya Qodir Amerika Tashqi ishlar ministrligidan maxsus belgilangan Richard Apandi qatorliq diplomatlarning hamrohligida Amerika havo yo'llarining aeroplani bilan yo'lga chiqdi. 2005-yili 3-oyning 17-kuni Washington vaqti soat 5. Amerikaning poytaxtiga yaqin Virginia shtatining Vena metro stansiyasining yonidagi egiz binoning birinchi qavatida o'ltirishliq. Sidiqoji Rozi va uning 5 farzandi oqshomdan beri kirpik qoqmadi. To'g'risi 3 kundan buyon tuzuk tomoq yemadi. Ko'zini yummadi. Ularning rasmiy uqtirishqimi ishongusi kelmay, aeroplanning osmonga ko'tarilishini kutib o'ltirganiga 5 soat bo'ldi. Beijingdagi Amerika elchixonasining telefoni jiringladi. Biz havoga ko'tarildik, yo'lga chiqdik. Elchixonadagilarmi Xitoyning har bir minutda yenevilishidan, o'zgarib qilishidan ansirab, oxirgi sekundlargacha xabarlashib turgaydi. Ularning ko'nglimi endi o'rniga tushgaydi. Washingtondagi Tashqi ishlar ministrligining telefoni jiringladi. Robiya Qodir yo'lga chiqdi, salomatligi normal. Oq saroyning, parlamentning, kengash palatasining telefonlari jiringladi. Robiya Qodir yo'lga chiqdi, aeroplan havoga ko'tarildi. Sidiqojining uyining telefoni jiringladi. Sidiqoji apandi, aeroplan qo'zg'aldi. Robiya yo'lda. Bir necha minutdan keyin telefonni sizga ulab beramiz. Ko'rishishga tayyorlaning. Amerikadagi, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning telefonlari jiringladi. Sahar soat 5 da bomdoddan keyin hamma shukron namoziga tutish qildi. Washingtondan dunyoga Uyg'urcha anglatish berayotgan Erkin Osiyo radiosining to'lqinlarida Robiya Qodirning hayajonli tunji ovozi anglandi. Assalom qarindoshlarim, men o'rlikka chiqdim, lekin millatim. Birinchi bo'lim o'smirlik davri. Tavakkul safar. Robiya Qodirning dadisi Qodirjon Kenjining ota-bovalari aslida xotinlik bo'lib, talay yillar ilgari iliga kelib, G'ulja qora do'nga makonlashgan. Qodirjon Kenji G'uljida tug'ilgan. U quromiga yetganda Qashqar makitlik do'lan qizi Tojinisaxon Savut bilan uylangan. Kichikdan tortib etiz eriq ishlari, mol varam beqish, yung teri tijorati, tomchilik, oshchilik degandek hunar kasblarda pishqan Zaraq Qodirjon jamoat so'rinlaridagi parangchilarning eg'izdan nurg'un tavakkulchilarning boylik koni Oltoyga berib, oltin qezib boy bo'lib ketganligi haqidagi so'z cho'chaklarini to'la anglab qiziqib qoldi. Hatto yaqin bir og'inisining Oltoyga ketib bir yoz ishlab, O'rusning konyak butulkasidan bir butulka kepak oltin tepib kelganligini o'z ko'zi bilan ko'rib, Oltoyga berib oltin kon ichish havasida o'ylanadigan bo'lib qoldi. Uzun o'tmay oilasini va urug' tuqqanlarini ilib Oltoyga qarab yo'lga chiqdi. Tadbirli Qodirjon Oltoyga kelib kichikina bir necha eg'iz uyni ijaraga elib joylashib olgandan keyin darhol bozorni kuzatib, oshxona ichib, mazzilik polo, manta, lag'manlari bilan Oltoy shahrida tunji oshxonaning ustisi bo'lib qoldi. Arqadilla navoiyxona ichib, nonga zor bo'lib ketgan qanchalarni issiq tunur nini bilan ta'minlashga boshladi. Qodirjon bu yerga kelibla oltin kon ochgan boyvachchilarning, yuzlagan ishlamchi Uyg'ur yoshlarining, bozorlik uchun tog'dan tushgan qozoq molchilarning, shuningdek shahar ichida o'ltiraqlashgan aholilarning eng jiddiy ehtiyoji osh-non, satrashxona, moncha ekanligini, aslida oltinning dal mushu ko'chada uchib yurganligini bayqadida, tez harakatlanib shahar markazidan keng yer setib olib, tijorat va o'ltiraq uy qurilishini boshlab U qisqa vaqt ichida bir yurish mulozimat do'konlarini orqa-orqadan puturib ishga kirishtirdi. Qodirjon boshqarayotgan oppoq xalat va maska taqilgan 16 satrash ishlaydigan satrashxona, 40 kishilik ayollarning ayrim zamonaviy par monchisi,
10 necha üstellik Uyg'ur taomlari oshxonasi hamda butun shahar xalqini atdiganda issiq non bilan ta'minlaydigan Navoiyxonasi Oltoy shahri aholilarini suyundirdi. Hamma kishi xushalligidan. Oltoyliklarning amdi g'imi qolmadi. Yetimchilarning beshini silaydigan egisi bor bo'ldi. Deysa, ba'zilari chaqchaq qilib, qish yoz ishlab topgan oltinlarimiz Qodirjonning yonchuqiga udul to'kildigan bo'ldi, deb kulishdi. Qodirjon va ayoli Tojinsaxon ishchan, mehmondo'st va o'yinchi edi. Ular nasllik alokalidan oltini setib oldi. 2 oq ot qo'shilgan harva hamda isil yo'rg'a otdan 2ni setib oldi. Ko'rkam va hayvatlik bo'ri itlardan bir munchini tarbiyalab yetishtirdi. Ular atiyazda otga minib itlarni agashtirib ovga chiqatdi. Tunush bilishlarini yig'ib ovdan akelgan o'ljilari bilan No'ruz chiyi beratdi. Yazları yayloqlarda qimiz chiyiga, kuzlari o'g'loq baygilariga, qishda ko'ngillik mashrablarga qatnashatdi. 1940-yillardan boshlab tinish, xotirjam va bayoshat yashayotgan Oltoydagi xalq ansizchiliklar ichida qoldi. Bugun Uyg'ur Abdunum rayon deb nom berilgan xaritaga nazar tashlasangiz, shimol tarafda Mongoliya, Rossiya va Qozog'iston bilan chegaralanadigan Oltoy tog' tizimlarining o'ttirisiga joylashgan kichkina go'zal shahar Oltoy Sarsumba ko'zingizga chiliqidi. Qadimiy Turan, Hum imperiyalari davrida Uyg'urlarning ajdodlari oltin eritgan, mis tavlagan, tömür yasaganligi haqida qoldirilgan xotirlarda Oltoy tog'larining 72 jilg'isidan oq oltin hamda qora oltin chiqidi deb xotirlangan. Oltoy shahridan kesib o'tadigan Ertish daryosining tagida sap seriq kepak oltinlar mushu kunda parqirab ko'zni chaqnatib turadi. Oltoyning cheksiz o'rmonlaridagi qarag'ay, qiyin yog'ochlari sifat va sorti jihatda uzun yillardan beri qoral yasash uchun qimmatli xom ashyo bo'lib kelmoqda. Oltoyning oliy nasllik ot qo'ylari, dongliq beliqlari, yovvoyi hayvonlari, shuningdek dunyoning dangdishi yo'q go'zal manzaralari hamma kishini o'ziga jalb qilib kelgan. 20-asrning boshlarida Rus savdo sanoatchilari oltin, yog'och, tera to'plash maqsadida bu yerga kelgan bo'lsa, orqadilla Xitoy ambollari bu joyga yetib kelib askarlarni agashtirib yurib, Mongoliya, Rossiyalar bilan hatto yerlik aholilar bilan so'qishib, ansizchilik paydo qilib turdi. 1943-yili Xitoyning Urumchidagi markaziy hukumatı Oltoy rayonini rasmiy idora qilish niyatida Oltoy xalqidan ot beji yig'ish va qurol yig'ib olish buyruqlarini e'lon qilib, xalqning kuchli qarshiligiga uchirdi. Yerli xalq Osman Boturning boshchiligida qurolli qarshilik ko'rsatib, Xitoy askarlarini qo'g'lab etib, butun Oltoy rayonini Xitoy markaziy hukumatidan ayirib etdi. G'ulja shahrida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati 1945-yili Oltoyga muntazam harbiy qismlarini avatib hokimiyat qurdi. Chet ellarning avorchiliklaridan qutulib ozodlikqa erishgan Oltoydagi Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar xalqlari xushallik cho'mdi. Ular Oltoydagi idora organ, maktab va binolarga esilgan 12 yulduzli Xitoy davlat bayrog'ini cho'ritib, o'rniga o'zlarining ay yulduzli ko'k bayrog'ini esib, tantana qilishdi. Lekin bu xushalliklarmi uzunga bormadi. Shunday qilib bugun mushagich o'qidik. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Alloh omonat.